Toshkent Piskentdagi ishimiz bu yerga 4 ta qo'yildi. Mana shunday bo'lib. Lekin mana bu yerlarga qo'yildi mana. Qurilish bo'layotgan joyda mana bu tomoniga tepasiga gul qo'yildi. Pastda stakan. Keyin o'zingizga tashib beraman. Ana bu tepadagi gullari bilan. Xullas hovliga 10 ta bo'ldi, 6 ta bo'ldi. Tashqarida hovlida 8 ta, tashqarida 2 ta, 10 ta bo'ldi. Mana uzoqdan ko'rinishi. Buni tepasini dumaloq qilganimiz sababi bu gulni tepadagi gulni qo'ysak, ikki tomonga chiqib ketayotgan bo'ldi, shuning uchun mana shunday holatda qoldi. Bular lekin tunuka hech narsa bo'lmagani uchun bu gullarni qo'ydik tepasiga. Mana bu tashqari tomondagi. Tashqari tomonga 2 ta qo'yildi. Mana bunaqa. Uzoqdan ko'rinishi. Mana shunday. Kimga shunaqa xizmat kerak bo'lsa, ekranda nomerga telefon hisoblarimizni qilib beraveramiz. Sifatli qoliplar kerak bo'lsa, qolib ham bor. Qoliplarni ham sotamiz.